Ra'no Musabayeva maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyachi sifatida faoliyat yuritadi. 1992-yilda tarbiyachi sohasini bitirib, 1992-yilda Atirgul bolalar bog'chasiga tarbiyachi bo'lib ishga kirdim. 1996-yilda shu bog'chada logoped tarbiyachisi bo'lib turib ishladim. Hozirda 11-maktabgacha ta'lim tashkilotida katta guruh tarbiyachisi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Uning kasb tanlashida onasiga bo'lgan havas muhim rol o'ynagan. Bu sohaga kirishimda onam ziyoli bo'lganlari uchun, o'qituvchi bo'lganlari uchun men shu sohani onam bilan birgalikda tanlaganman. Shu sohada hozirda o'zim sevib, yaxshi ko'rib ishlab kelmoqdaman. U mashg'ulotlarni bolalarning yosh xususiyatiga mos holda tashkil etadi. Tarbiyachilik kasb asosan bolalarning ko'nglini, ularni qalbiga, yuragiga yo'l topa olsak, bolalar bilan birgalikda ishlab keta olamiz. Biz bolalarni doimo ularni tushunishga harakat qilamiz. Bog'chada ota-onalar olib kelishganda bolajonlar har xil holatda keladi. Ularni biz ko'nglini topib, shu bog'chaga yanada qiziqishlarni oshirib, ularni chiroyli muomala bilan, xuddi o'zimizning bolamizdek qabul qilib olamiz. Tarbiyachi ota-onalar bilan muntazam aloqa o'rnatib, farzandlar rivojini birgalikda kuzatib borishni muhim deb biladi. Biz kechgacha bolalar bilan birgalikda bo'lsak, ota-onalar faqat kechqurun bolalar bilan birgalikda, ular bilan doimo uzviy bog'liqlikda bo'lamiz. Biz bergan mana shu ta'lim tarbiyani ular kechki faoliyatda bolalar bilan ota-onalar shug'ullanib, ularni bolalarga eslatib, nimalar o'tganligi haqida suhbatlar olib borishadi. Shular bilan birgalikda ota-onalar bilan ishlab kelamiz. Ra'no Musabayeva bog'cha davri bolaning kelajak shakllanishidagi asosiy bosqich ekanini ta'kidlaydi va har bir mashg'ulotda jiddiy yondashadi. Uyda o'tirgan bolalar faqat uydagi faoliyatlar bilan miyasi to'ladi. Bu yerda bog'chaga kelsa, bolalar odob, axloq o'rganishadi. Kattalarni hurmat qilishni o'rgatishadi, o'rtoqlarni hurmat qilishni o'rganishadi, bir-birlariga yordam berishni o'rganishadi. Bog'chada yurgan bolalar haqiqatan ham umumiy holatda ham aqliy ham jismonan rivojlangan bo'ladilar. Uning izchil mehnati va kasbga sadoqati bolalarning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, ta'lim jarayonining sifatini oshirishga xizmat qilmoqda.